Hayotim, keling issiq suv tayyorladim. Men rostdan uyg'ondimmi? Uylanish buncha mazza. Bering, men o'zim qo'yaman. Nimaga unaqa deysiz, o'zim qo'yaman. Ikkita qo'lim bilan birinchi marta yuzimni yuvishim. Yangi yil keldimi? Yo'q, hammasini siz uchun tayyorladim nonushtaga. Keling. Nimalar birorta bola hayotimga? Yoki bular meni boqib sotmoqchimi? Qalay sotadi? Men mol emasman-ku. Hayotim, bugun uyga xolamlar mehmonga kelishmoqchi edi, maylimi? Bilmadim, birorta kattaroq odamdan so'rang. Katta odamsiz siz-ku. Menga shunaqa vakolat bormi? Yo'q deb ko'ray, qani urmas. Ertagami kelsinlar? Xo'p. Mayli, bugun kelsinlar. Ertagami bugunmi? Bilmayman, meni gapim o'tay. Assalomu alaykum. Ey yankiyov, ey! Yeraki menga yordam ber. Ushlaytir, bir-biriga tekkizma, men to'kiradi ichkariga ushla. Alo. Begim, kelyapsizmi? Sizni sog'indim. Tasha. Qo'lingni tasha, yo'qol bu yerdan. Yo'qol bu yerdan. Alo. Erkin sinfdoshimiz Xonsaroyning muhabbat shahri loyihasidan uy olibdi. O'shanga choyxona qilib beryapti. Sen kelasanmi yo'qmi? Hayotim, qarab boring. Boshqa joyga tushdingizlar. Hozir. Ishingizga yaxshi borib keling. Ishdan qaytganingizdan keyin issiq suvni tayyorlab qo'yaman, cho'milib chiqasiz. Cho'milib chiqqunizga men ovqat tayyorlab qo'yaman. Keyin ovqatni birga kino ko'rib yeymiz-da. Qabatin ishlay, yorini yig'ishidan